o'zi men tushuntirib ketmoqchiman. Sizlarga ham foydali bo'lsin deb. Mana bu joyda bir soatida bizda zona bor edi, order block bor edi. Bu order blockdan narx keldi, SNT hosil qildi. SNTdan keyin biz bozorga kirishimiz, biz qanaqa hujum qilishimiz kerak edi. Bu birinchi target, ikkinchi target tepada 3430 va eng oxiri 3500 ga qarab ketyapti narx. Shuning uchun ham biz 15 minutga o'tirdik. 15 minutlikda narx zonaga, mana bu 1 soatlik zonaga tegdi. Zonadan keyin MSS hosil qildi. Mana bu joyda MSS bo'ldi. MSS bo'lgandan keyin narx zonani retest qildi. Bu yerda endi ham bu yerda akkumulyatsiya bor, mana bu manipulyatsiya, mana bu distributsiya bo'lishi kerak edi. O'zi asli uchishi kerak edi, faqat sal xato bo'lib qoldi. Ya'ni erta yopib qo'ydik. Nima bo'ldi o'zi asli? Demak, mana bu yerda narx bu yoqdagi order blokni, mana o'zi breaker blokni retest qilgandan keyin ham TVG bilan kichik time frame man imkon qadar ishni boshladim. Kichik time frame da 1 daqiqalik qidirdim men. 1 daqiqalikda mana bu harakat qilib bo'ldi va narx kuchli buzib o'tdi impuls bilan va FVG'si breaker bloki borligi uchun tepada mana shu joyda kirib stopga yoqib qo'ydim. Stopga ozgina qaytdi, stopga ozgina yetmasdan ketdi, ko'tarilib ketdi. Keyin narx taxminan mana bu joyda mana bu joygacha keldi. Taxminan 1 ga 2 yurdi va narx keskin burildi. Nimaga bunaqa bo'ldi? 5 minutlik zonada, uzr, 5 minutlik time frame da 15 minutlik FVG bor mana tepada. Qarasanglar, mana bu yerda ichki likvidlik bor. Mana shu ichki likvidlikdan kuchli reaksiya oldi. 5 minutlikda mana katta soya bilan yopildi. Shuni hisobiga tashladim. Men o'yladim, bu bo'ldi. Tashiydi. Menimki yana bitta retest keladi, keyin ketsa kerak deb o'ylab qoldim. Keyin bu 5 minutlikdan tashqari 3 minutlik mana bu EG hosil qildi va EGdan keyin mana bu narx displacement bo'lganiga bo'ldi. Demak, bu haqiqatda ketib, bu yoqqa ketib, bu yoqdagi zonda yana qaytadi deb o'yladim. Buga qo'yib qo'ydim men, lekin men xatoyim shu. Turish kerak edi. Yopib yubordim. Xatoyim shu. O'zi asli turganda yo 0 bo'lardi, yo mana bu yoqda yana kirardik. Nimada? Bu New York Killzone'da. Men London Killzone yopilgandan keyin buni yopib yubordim savdoni. Mana shu ma'noga bo'ldi. Lekin birga bo'lchadim, xafa bo'lmayman. Bor yo'qdan ko'ra. Lekin mana shu joyda 1 ga 6, 1 ga 7 ishlash mumkin edi. O'zi asli mana bunaqa edi. Reja mana bu BSLda taxminan 1 ga 7 bo'ladi. Endi niyatim mana bu zonalarda 80 atrofida, ya'ni mana bu ichkilik idlangandan keyin ozgina yursa 80 atrofida save qilaman, bir qismini qolganini bu yoqqacha ushlayman deb niyat qildim. Lekin nasib qilmagan ekan. O'zim aybim bilan bo'ldi bu yerda. Mana shu joyda chiqib ketdim xullas. Umumiy 1 ga 1 ushlaldi. Lekin narx taxminan 1 ga 6 yurdi. Chiroyli yurdi. Yana New York Killzone'da yana ko'ramiz. Yo'nalishga qarab yana kirib ko'ramiz. Umumiy yo'nalish hali ham biz 3434 zonada eng kamida. Mana bu zona turibdi. Kumushda ham mana bu zona mo'ljal qilingandi. Asli mana bu zona va kumush tez ko'tarildi. Mana bu shuni buzib kechagina biz mana bu yoqqa chiqishini niyat qilgandik, reja qilgandik. Bugun shu zonani buzib o'tdi. Shuni impuls bilan buzib o'tdi, oltinni ham olib ketdi. Shunaqa gaplar.